O'xshash bir dunyo, o'xshash bir ona. Ishonamanki, bugun demoqchi bo'lgan temaga nisbatan sizlarga o'xshash hissiyotda bo'lishinglar mumkin. Apa men Yo'q, bo'lmaydi. men texnik nima qilmoqchi bo'lganimni jimidim apa. Olmadingmi, bo'lmaydi dedim. Shu sir chiqib aylanib kelaydigan apa, birdammi qaytib kelma. Men necha qitim deyman bo'lmaydi deb, ha? Ham sen nima ish qilma uyda. Jim o'tda. Hello. Apa, paypoqimni ko'rdingmi? Bishimda. Odatda hamda uyni sen yig'ishtirsan apa. Men yig'ishtirmay kim yig'ishtiradi? Narsalarimni qalaymiqan tashlabla yuriysan. Sirtda xizmatning ishi, uyning ishi, asamma menga deb baqa. Men ishimni og'irmamdi. Qachon bir tamoq etib uyni yig'ishtirish paydinglar? Speak softly, love, and hold me warm against your heart. Men kichik bol bo'lsam, telefon qilsam opamdan qo'rqib nima ish qilma. Tunning yeri bo'yicha telefon qilsam o'zimning ixtiyoriy. Balam xuldingmi? Darling, I will be loving you. Valla ma oyun süpürüver. Ben ma'qul apa. Bo'ldi o'zim süpüray. Valla ma axlatini tashlab. Ben ma'qul apa. Bo'ldi o'zim tashlay. Uyni aymish men qarab turgan. Bir o'yin beqish asaman menga atdigani kashkicha tizib qo'ygan montadek o'tasin. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Balam qiytiq ichamsan? Yo ishmaymi apa? Balam olmayamsan? Yo yigim yo'q apa. Balam nima o'yin o'ynayapsan? Sen tushunmaysan apa. Balam ikkinchi qiz seni qiz do'stingmi? Yo apa, u degan qiz do'stim emas, u degan sog'chishim apa. Ha bo'pti balam. Boshimni yeb yutar. Speak softly, love, and Ba'zida opamni sehrgarmikin deb qilma. Masalan, bir narsani ishlatib, tugitib, endi tashlamoqchi bo'lganimda, opam u narsani ishlatib, tex tugmagan holatga akab qo'ydi desa. Nima qilsa? Men tashib degandim apa. Bir opdan narsani tashlab nima qilsa, chishbosini siqsammi chiqmadi apa. Endi chiqmaydi ekan ha, degan chiqdimi, chiqmadi. Yani nima qilay desa, men tashib degandim apa. Taksi ichib bo'ldingmi? Bir temomni qoldi apa buning ichida. Nima ichib bo'lding degan ha, nima ichib bo'lding ha? Qaytib keldingmi? seni saqlayman. Opam uxlab qolganda meni ehtiyotjonlik bilan uy yig'ishtirgan holatim. Ben uxlab qolganda opamning daqdondan uy yig'ishtirgan holatim. Qo'plar balam tushib qoldi, qo'plar. Shunmanki ko'p sonli bolalar yetib televizor ko'rishgan biroq bu joyda opamning menga deydigani. Hey balam, tez o'tirib televizor ko'rsang bo'lmamdi. Sana ko'z kerakmi emasmi? Lekin opam yetib televizor ko'rganda, opa yetib televizor ko'rmang, ko'z yaxshi emas. Hey balam, men bu yoshga kelganda ko'rish qo'ydim 10 vala yaxshi ketmasin bo'ldi. Kinoning toz payziyer kelgan balam jiqqa qilmay o'tira? Ha? Texmi tushunmaydiganim ular televizorni ichib qo'yib uxlaydi desa? Uchama Xo'tqan to'ng'a apa, ovozni anglayapman. Listen. Qizim nima ish qilyapsiz? Qo'nchoq ko'ryapman apa. Cho'q bo'lib turib qo'nchoq ko'ryapti o'tag'inni. Buni ko'rgach o'g'il do'st topsangiz bo'lmaydi. Tunaydigingiz bir nechta o'g'il soqlash. Do'stlaringiz to'y qilib balliq bo'lib bo'ldi. Qachongacha shunday yurisiz qizim? 40 ming to'yga necha qitim qo'llash bo'lib bo'ldingiz? Bir umr qiz qo'llash bo'lib o'tmoqchimisiz qizim? O'tinib qilay bo'ldi dema apa, o'tinib qilay. Notice me. Sen oliy maktabga chiqqanda nima ish qilsam qil, bilan? Ta'tilni telefon o'ynab o'tkazaytamsan. Bir kitob ko'mamsan. Oliy maktabga chiqqanda nima ish qilsam qil deding-ku. Xizmatga chiqqanda andin nima ish qilsam qil. Aysa 30 ga kiray deb qolding, qiz do'st topmamsan. Apa sen meni xizmat chiqqanda nima ish qilsam qil degan-ku. Sen to'yga balliq bo'lganda andin nima ish qilsam qil. Mama. Amaliyotda ularning nazarida biz menga cho'ng bo'lmagan bola. Ular bizni hamisha xotirjam bo'lamaydi. Uyga kech qaytib qolsak, hammadan asirligini anglar. Yaqin yurtda turib qolsak, bizni yaxshi tutamdi, tomoqni vaqtida yeyotgandi, to'nglab qolganmidi, sirti qiynalib qolganmidi deb asirligini yanada anglar. Ular turmushda bo'lsa tejashchan, iqtisodchilik qildi. Lekin sizdan hech nimasini aymaydi. Doim sizni atdiganda o'g'itiziliyor. Necha qitim yarim kechada o'rnida turib sizga yutqanni yeb qo'yganligini bilmaysiz. Ular ba'zida sizga qaqshaydi. Yashaganda bo'lsa ba'zi kichik bolalar sizga anglaydi. Bu vaqtda biz farzandimiz bilan ular texnik kuyinib, oldin xabar etib tursak bo'ldi-da. Xo'sh, bugungi mazmun o'shagicha bo'lsin. Narsani ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.